Assalomu alaykum tojikistonlik aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Qadrdonlarim, Tojikistonni Xujand viloyatida Konsoy qishlog'idamiz. Qadrdonlar, mana shahraki Konsoydamiz. Qadrdonlar, aka-ukalar, uy sotiladi, hovli uy sotiladi qadrdonlarim. Hozir mana shu haqida gaplashamiz. Mana qadrdonlar, ko'rib turganingizdek, mana shu yerga Konsoy sentr bo'ladi, mana magazin mana bu yoqqa burilib ketamiz. Hovli uy sentrda qadrdonlarim, mana shu tarafda. Где-то hozir sizlarga aytaman, 100 metr yursanglar o'zi bo'ldi, yetib kelasizlar. Men sizlarga aytgan hovli mana shu bo'ladi. Kelinglar, endi polностью tanishtirib o'taman. Mana kiraverishda o'tin bosib qo'yibdi, hali olingani yo'q, oladi, xudo xolisi olinadi. 11 sotik uy, mana. Mana shundan, mana shu, короче. Ko'rasizlar, men sekin-sekin tushuntirib boraman. Qolgan narsalarni sekin kommentariyada yozib boraverasizlar. Kommentariyada ham javob qaytarib turamiz. Qadrdonlar, mana shundan hovli, o'rtada devor yo'q, o'rtada qo'shni bilan devor yo'q. Qadrdonlarim, mana shundan mana shag'i sotiladi. 11 sotik. Tak. Yozgi oshxonasi ham bor. Bu sizlarga yana bir narsani aytib o'taman qadrdonlarim. Bu hovlida necha yildan beri hech kim yashamaydi. Где-то 10 yil bo'ldi. 10 yil atrofida hech kim yashamaydi. Hozir mana shu hovli sotiladi. Mana burada yozgi oshxonasi bor, mana tondirxona deysizmi, o'choqxona deysizmi, shunaqa narsalari bor mana. Aka-ukalar, men zo'r gap aytaman. Uy olguncha deydi, qo'shni ol deydi-yu. Eng zo'r qo'shningiz mana shunda bo'ladi. Mana shunda eng zo'r qo'shningiz bo'ladi. Men ko'rib, gaplashib, muloqot qildim. Короче, qo'shni cho'tik, xavotir bo'lmang. Tak, mana qadrdonlar, ko'rdinglar, bu letniy oshxonasi. Endi xudo xolasa yaxshi niyatlarda olsanglar, sekin-sekin o'zingizlar qilib olasizlar qadrdonlar. Tak. Bu uy ichiga hozir kiramiz. Oldin tashqarini ko'ramiz qadrdonlar. Tak, men sizlarga hozir ko'rsataman. Keling. Nima gapinglar bo'lsa, mana kommentariyada yozib qoldirib qo'ysanglar. Mana bu o'rtada zabor bor, bu eshitdim emas, prosta olib tashlasa bo'ladi. Bag'da prosta mol hol qilingan, boshqa qilingan, shu chiqib ketmasin deb o'rtaga zabor qilib qo'yilgan. Mana 11 sotik bo'lsa, keling, mana shundan bu tarafdan oling bir marta meni. Konsoy sentrda qadrdonlar. Mana bu tarafga o'tib olavering. Konsoy sentrda anaqa chekka joylada emas. Prosta 10 yildan beri hech kim yashamagan. Mana ko'ryapsizlar. Mana shundan. Mana shag'i. Mana shu uy hammasi sotiladi. Agar siz ham uy olmoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsangiz, mana WhatsApp nomer qoldirib qo'ydim. Agar telefon tushmasa, WhatsAppdan telefon qilsanglar bo'ladi. WhatsAppdan WhatsAppim ishlab turadi. Yana nimani aytay? Naloglari to'langan, suvdan, boshqa hamma narsasidan to'lab qo'yilgan. Olaman degan odamga mana xudo xolasa sekin qilib olishadi-da endi. Tak, kirganda mana kodda ana bu tarafga o'tib olasiz. Men uzunligini ko'rsatib qo'yay. Bir sonab ham berishim mumkin. Siz mana bu narsaga turib turing. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 metr ekan qadrdonlar. Mana kiraverishda veranda bor. Verandani o'zi 16 metr ekan. Mana bu yerda yana katta xona bor. Prosta svetlari yo'q, hech kim yo'q-da. Hech kim yashamagan o'shanga. Svet ham yo'q. Mana bitta xonani ko'rdinglar. Bu ham men где-то hozir aytaman 6 metrmi, 7 metrga 5 metr shunaqa. Shu atrofida. Yana maligi muncha chiqmadi-yu, sen aytgandi-yu demanglar. Men ruletka bilan o'lchaganim yo'q. Mana bu yerda kirganda bitta kichkinagina koridor bor. Mana bu yerda yana bitta xona bor. Qadrdonlar, hozircha bu xona ham где-то 5-6 metrga 5 ta. Shunday qadrdonlar, nima deysizlar? Mana olmoqchimisizlar?
Men realni men egasini nomerini qoldirg'izib qo'yaman. Uyi egasini nomerini, o'zini nomerini qoldirg'izib qo'yaman. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, hozircha uy egalari narxini bilmayapti. Qancha qilish kerak, qancha yo'q bilmayapti. Lekin realni olmoqchi bo'lsangiz, mana ana shu nomerga telefon qilsangiz, egasi o'zi bu video chiqqandan keyin o'sha egasi o'sha haligi qilib kelishib, olishib, haligi qilib ketaverasizlar. Yangi kanal ochildi qadrdonlar, Baxtiyor Rep kanali vaqtincha blokirovkada turibdi. Blokirovkada, shuning uchun hozir men yangi kanal ochdim. Обязательно подписаться, like bosib qo'yinglar. Bu birinchi videomiz bu kanalimizda bo'ladi. Xudo xolasa, kvartiralar, hovli, uy joylarni sekin-sekin ko'rsatib boramiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Xudo xohlasa, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.